Bulsun fedadır canımız. Kan küçük hem can büyük. Hazır kurtulmadan senin. Kurtuluşta kalbimizde var idi imanımız. Atalarının kenleri ölçmeydi tarih bitirdi. Nesli hâli çenge var, göz alın evladımız. Çıktı can hem azdı kan, oldu yavrum el aman. Yaşasın söylesin güzel istikbalimiz. Yaşasın, yaşasın, parlansın istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat munbiriga xush keldinglar. Bugun yana tarix o'rganishni davom qilamiz. Hozirgacha Varis muallimniki darsini anglash jarayonida bizniki sharloq tariximiz bilan asta-asta tanishib o'tyapmiz. Nurg'un narsalarni o'rgandik, ammo yana nurg'un narsalar bor o'rganishga tegishli ekan. O'rganib bo'lmagan. Bugün yana ekranımızda Profesör Doktor Varis Çakan muallim var. Assalamu alaikum Varis muallim. Selamet, yaxshi turdingizmi? Va alaykum assalom. Jasorat yaxshi o'zingmi, yaxshi turdingmi? Yaxshi, Allohga shukr. Sizning ajringizga ko'p rahmat. Ishqilib jiq narsalarni o'rganyapmiz. Men uzundan buyon bu tabi fursatni kutib qolayotgan. Xeyli ko'zim ishlab qolgandek bo'lib qoldi. O'zimning kimligi, tariximizning qanday ekanligi to'g'ri jiq narsalar o'rgandim. Ham hozirgacha kelgan inkaslardanmi xalqimizning sizga ko'p rahmatlar aytayotganligini ko'ryapmiz. Bu jihatda yana sizdan chala qolganimizga bilmaydigan tarixlarimizni o'rganishni davom qilamiz. Men shu burun Moğollarla uçuşup bakmagan. Şu Avrupa'ya kelgandan keyin bir necha Moğol bilan uçuşup qoldim. Ular mening Uyg'urligimni bilgandan keyin, "Ha, sen Uyg'urma" deb desam, "Qara" deb o'zining bir kitobini chiqarib menga ko'rsatib, "Biz hozirgacha Uyg'ur yoziqi qo'llanamiz" dedi-da bu. Men de vatanda vaqtida Xitoyda ishlagan bir kinolarni ishlagan. Onun da Tatar Tunganninki Moğollarga til o'rgatayotganligi, yoziq o'rgatayotganligini ko'rib, bundan tariximiz bor ekan aytdim. Ammo albatta u 100 yilda bir narsani so'zlab o'tgan bo'ldi Xitoyning kinolarida. Bugun shu fursatda sizdan bir anglaymiz. Bu Moğollar qanday bo'lib Uyg'urning yoziqini qabul qilgan? Uningdan burun Moğollarning yoziqi yo'qmidi? Bu Moğollarninki hamda asosi burun Moğollar bir necha qabilalarga bo'linib yashagan xalqchi bular. Bular shu Vollardan tortib shu nimigacha hamda shu Uyg'ur Orxundagi Uyg'ur davlati qurilib, Uyg'ur davlati yiqilg'ich bo'lgan arliqda, ya'ni şu 840-yılı Uygurlarning çoğun köçüşügiçi bo'lgan şu arlıqda hamda asasen bizninki şu yerda qurgan devletimizde hamda şu köçmen çarvıcı bo'lib yaşagan xalqda bular. Bunda bo'lganki bular şu vaqtlarda hamda bu Moğollarninki səllik meyli Hollar vaqtida bo'lsin, meyli Köktürklər vaqtida bo'lsin, meyli Orxun Uygur devirlerde bo'lsin, hakimiyetga yaqinlashgan yoki Uyg'urlarninki yoki bo'lmasa Köktürk Vollarning davlatiga sallalik martaba bilan kirganlari shu asosan
şu biz işletken şu burunqi Von yazıqını, Kök Türk yazıqını, Uyg'ur yazıqını şu işletken bular. Öz aldıga mustaqil mandaq bir ilipbasi bo'lmagan. Ha. Bu jarayonda hamda Moңg'ullar bilan biz bir nimede territoriyada yaşagan bo'lg'achqa bu Orxon vodisida O'töken etrafida asasen şu bularning o'qimishliklari şu bizning yazıqlarimizni ishlatgankan. Endi qari xalqi qara budun deb qo'yamiz-ku biz qadim qilmada avam xalqi hamda bir unda bir nimani ishlatmagan bilan ama masalan şu hokimiyatga yaqinroq turgan shuningga sal maslashqanlar şu bizning yazıqimizni ishlatgankan. Onun uchun bularning o'z oldiga mustaqil bir yazıqı bo'lmagan-kanda. Hamda bu Moңg'ullarninki bizning yazıqimizni resmi milliy bir yazıq qilib ishiltishi shu Cengizxon bilan barabar boshlaydi-ku. Hamda tarixiy manbalarda manda bir ma'lumot var. Bu Cengizxon şu Moңg'ullarni birlashtirib, cho'ng qurultayni ochdi-ku 1206da, ondan keyin 1209-yili cho'ng qurultayni ochib, butun shu Moңg'ul dalasini birlashtirgan vaqtida, shu vaqtlarda shu qari Xitoylarning hukm surgan yerlarinigimi hamda u yanimi qo'lga olgan emasmi keyin bular. Shu vaqtida bizningki tarix ma'lumotlarga qarasak Tata Tonga degan adam asli shu qari Xitoylarning hukmdorininki muhrdori ekanda bu adam. Bu Tata Tonga o'zi idiqutliq Uyg'ur bu adam. Naytaliqi katta o'qigan davlat arbobi desak bo'ldi. Shu vaqtlarda nurg'unlagan davlat arboblari, naytaliq yuqori darajalik olimlar, san'atkorlar, tilchilar, til tadqiqotchilari, shoirlar, adiblar chiqqankan shu idiqut Uyg'urlardan. Masalan, Abrinchur Tekin degan bir mashhur bir shoir var idiqut Uyg'urlarda. Bu ajoyib ana shu zamandan hozir masalan g'arb she'riyatida hemen Shakespeare yodiga keldi-ku xalqninki. Ama shu vaqtlarda Abrinchur Tekin shunda katta bir shoir ekanda, onun yozgan she'rlari onunki o shu vaqtning o'zida jahonda tangdishi yo'q shoirlardan birisi ekan. Demakchi o'g'lim, shu idiqut Uyg'urlar vaqtida bu madaniyat, davlat boshqaruv shahar jihatdan taraqqiy qilgan bo'lgandan keyin bu nimalar, bu qari Xitoylar keyin bu idiqut Uyg'urlarning hamkorlashishi bilan g'arbga surilib, g'arbdagi Qaraxonlar davlatining bir mazgil munqariz qilib olgancha. Keyin endi bu Cengizxon bu to'proqlarni tekrar qo'lga keltirib birlashtirgan vaqtda shu Tata Tongani shu kuchirtib, buni chunki bir katta bir olim ekanda, buni Cengizxonning oldiga keldi-ki. Kelsa hamda shu men o'qigan bir materialda şu Tata Tonga'nın şu Türk devlet boshqarishga oid bir kitobi bor ekanda. Xuddi şu Yusuf Hasajibninki nimiga o'xshash, Qutatqi bilikka o'xshash. Ba'zilar deydi şu Qutatqi bilikdan şu Uyg'ur idiqut Uyg'urlardagi versiyoni şu bular o'zi bu ikki dinga e'tiqod qilgan bilan birisi Budizmga idiqut Uyg'urlari, yana birisi İslamiyatga nim qilgan bilan, ama davlat boshqarishda bular yana ash qadimgi Türk devlet teşkilatını asas qilgan, shunga asosan boshqurgan degan gap bor. Masalan, Qutatqi bilik qaraydigan bo'lsak, Qutatqi bilikda O'tikan bey shu derki deb ashunda ifodalar bor. O'tikan bey shu vaqtdagi adolatning, haqqoniyatning timsoli. Yani en çok adil hükümdar deb sifati bor hamda. Demakchi o'g'lim, bu idiqut Uyg'urlardimi hamda shu davlat boshqarish ashaningki katta bir kitob bilan bu Tata Tongani oldiga keldikan Cengizxonning. Buning bilan Cengizxon naytaliqi xo'shal bo'lib ketib bu odamni ko'rib. Voy, biz bir g'azina topdik, men bir g'azina tep akapsizlar. Bu davlatni biz qurgan bilan asos amdiki ish
bu devletni boshqarish, bu Ha. devletni qurishdan boshqarish texmi muhim emas. Şimdi devletni qurgan bilan boshqarmasi qanday bo'ldi? Buni boshqarish uchun bizning til yezigimiz bo'lishi kerak. Bizning bir diplomatik tilimiz bo'lishi kerak. Bizning bir yezigimiz bo'lishi kerak deb bu Tata Tungaga naytlik ehtirom bildirib, ondan keyin sarayda onun shu ballarını, özünün ballarını, şu Mongollarning shu prensligi, shahzodalarini yig'ib, keyin shu Mongol davlatining shu muhim qo'lliq adamlarini yig'ib, uningga shu davlat boshqarish ilmi, ondan keyin shu nimalarni, til yoziqlarni, dasturlarni shu adam hamda shu Uyg'urcha şu materyallardan hem bularga anlatırken de derslik kılıp. Mesela hazır biz o halkara münasebetler bölümü, tarih bölümü, siyaset bölümü dediğim bölümler var üniversitelerde. Şuningdek hem de bu derslerini bergendikken andan bu Cengiz Han dedikken bu naati yaxshi bo'ldi. Aniki yana birisi Uyg'urlarninki shu men o'tgandan bir Cengiz Xonning imperatorligida Uyg'urlarning rolida bir so'zladik qo'yaysanda bor bir programda. Shuning bilan andan bu Cengiz Xon men bir jahon davlati qurman deydiganman, men cho'qim mening shu yezigimiz bo'lish kerak, bizning bir tilimiz bo'lish kerak. Mush Uyg'ur yezigini bizga o'rgatsak, shuni Mongollarninki nimasiga til tavushiga moslashtirib, shu yezigini bir ijod nima qilib Uyg'ur yezigini bizning shu Mongollarga biz milliy yezig qilib shuni o'rgatayli deganni tashabbus qildik. Shuning bilan Tata Tunga ve onun tabi Tata Tunga'nın etrafında yani şunun nurgulluğun yardımcıları var. Ve manda karaymet Karxalla devleti de Yusuf Has Hacip Kanda meşhur boğan bolsa Tata Tunga'mı Uygur devleti de şunda meşhur bir devlet erbabı bu adam. Ne oluyor? Yani bu Tata Tunga ve onun şagirdleri hemisi bunu kabul kılıp bu Cengiz Han'ın yukarı bir imtiyaz verişi bilen bularga hani şu Uygur elbisini asas kıptırıp şu Mongol milli elbisini şekillendirgen. Yani mesela hazır biz Uygurlar işletivatkan hazır yazık bilirse kon yazık dep koyumuz Arap elbisideki yazık şimdi. Yeni yazık dep koyumuz keyin şekillengen. Yani birisi Orta Asya'daki qarindaşlarımız Kiril yazıkını işletidi ama Ruslarning shunda ama demek yo'g'unim bu Uyg'ur yazıqı Mongollarning ve Manjularning keyin shu milliy elbisiga asas salgan, shuni asas qilib shu yazıqni shakllantirgankan. Ondan keyin bu Uyg'ur yazıqini qabul qilgandan keyin uni Uyg'ur yazıqı asosida Mongol elbisidan bu nimani elbba yüze Uygur elbbasidan Mongollarning til alaydiligi moslashtirib Mongollar uchun shu bir elbba tuzib bergan gapda hamda bular. Bugün o'zing bilsam o Yaponlarmi asli boshda shu Xitoychani qabul qilgan, o'zing bilsa Yaponlar. Kanji deb qo'ydik-ku ular kanji. Kanji. Ama bunu yezib o'qib nima qilish bek qiyin bo'lg'achqa men Yaponiyada bir yarim yildan ortiq shu Osaka universitetida ishlagan. Bular bunu o'rganib xalqning umumiylik keng yeyilmay xalq to'liq yaxshi o'rganmagandan keyin bular bir to'xtab turib bunda boş bo'lmaydi ekanda bular hiragana deydigan bir elbba sistemini shakllantiribdi. Mesela her kanjining bir hiraganasi bor. Andan keyin g'arbning besib kirishi bilan bu g'arbliklarning g'arbdan kirgan nimalarni ifodalash uchun, chet elliklarning ismlarini ifodalash uchun bular katakana degan bir elbbani nima qildi ekanda. Shuning bilan Yaponning bir normal bir yezigida ham kanji bor, hem hiragana ba hem katakana ba. Demek oğlum sen kanjini bilsen mesela Xitaycha yazık ma'nisi o'xshash
mesela da deydi o Xitaylar da. Hmm. Yapılla o dedik ya onu. Yani o da degen Xitaycha çoğ degen gap, Aha. yapılla adımı o degen çoğ degen gapke. Yani demekçi oku'nun bir yerde. Hem de elip beni başkalarının elip bäsini kubul kılış asasen yaygın umumlaşkan bir ahval bu. Biz hazır hem de özümüzün Uygurlar tarihte nurgun ketim elip almaştırgan bir millet. Anladın kim? Yani biri Uygurlardan şu eski kadimki Soğut elip bäsiga asasen bir Uygur elip bäsi tüzüp çıkan bir millet emez mi? Şuna hem de bu Uygurça karakter bilen Uygurça elipbä bilen Mongolçany ifade kılgan yazdık hem de bu. Şandan mı? Ama bu Uygurlar Mongollarning bütün şu devletleri de keyin Cengiz Han'dan keyin bu töt ulus dep koymiz. Georgiya ulusu, Çağatay ulusu, İlhanlı ulusu, Ögüdey ulusu degen. Moşularning içinde mi asasen Uygurlar asaslık rol oynagandaki okutkuçular şu devlet moyum yerlerde işlegendiken hani ki bu Uygurça kiçiklam umumlaşıp ketkenken. Bunun bilen bu Uygurlarnınki Cengiz Han'ның yasası şu kadimki şu Uygurlarning devlet başkuruş tüzümü bilen birleştirilip yasap tüzüp çıkılganken bu. Şuningdan keyin hem bu umumlaşıp Mongollar bunu uzun mezgil işletti. Hazır mı hem içki Moğolistan'daki Mongollar mı işletido. Anandaki taşkı Moğolistan'daki Mongollar bir mezgil şu bular Ruslarning hem de Orta Asya devletlerde bütünley besivanmısı mı? Biraz yerim bolsun bir müstakilliği bakende ulanın. Ama şundaqtı mı bu Ruslar bu Mongollarga Kiril alfabesini tengip diken kıra. Bu Kiril alfabesini işletti bir mezgil bula. Men iki ketim Moğolistan'a bir ilmi ziyaretki badım. Mongollarning teklif bilen. Karşısam mesela devlet orulları da muhim yerlerde asasen şu bizning qadimki Uygur yazıqını işletedik ya ular. Cengiz Han yazsın mı dep koydu eken. Şu nime Uygurlarınınki nime qilgan, şu Uygur yazıqını işletedik eken. Asta Kiril elipbäsini asta emelden kaldı. Bu bular deydi, Mongol alimler deydi, bu bizninki Kiril alfabesi bizning Mongolçalar toluq ifadelişimizge yetmeydi. Yani ki tilimiz bek tariyet yokulap getiş aldıda turuvatıdı. Şuna biz şu milli yazıkımız olan Uygur elipbälik şu Mongol yazıkı kaytmasak bizninki mevcutlığımız xatar dikende hazır devlet resmi karar elip hazır mana şu yazıkını umumlaştığın turuptu. Demekçi oğlum hem de bu meyli Çağatay ulusu olsun, meyli İlhanlı ulusu olsun, meyli Altın Ordu olsun, meyli Kubilay'ın devleti de olsun, Yuan Hanadallığı dep koyduk o. Onu biz imparatorluğu deyimiz. Hem de asasen şu Uygurca yazık hem de Uygur elipbäsi asas özgertilgen Mongol elipbäsi ve bunun da devlet başkuruş, medeniyet, bir kısım diplomatik tillarning hemmisi asasen şu Uygurçaga okşap gidiyor. Onu yani şu Mongolca ifadeleydi eken. Şuna keyin ma Türkistan taraftakiler asallan zaten Türkleşip gidiyor o şunun tesiri bilen. Mesela Türkiye'de mi kara kurultay, yasa anandan keyin şunun okşaş bir ulus. Muşnan hemisi Mongolçaymış. Türkiye'de mi çıkken bu isimmiş Mongolça. Ameliyette bu Mongollar Uygur elipbäsini kubul kılgandiken bunu bu çoğ bir imparatorluk emasmı bular? Avrupaga yayılgan. Hemmiyege şu til yayılgandiken mağariptikiler bunu Mongolça degen bilen ameliyetten bizning şu Türk nimistimi Mongollarning işletken şu Mongol elipbäsi arkalı yani önüme Uygurçadan özgertilgen Mongol elipbäsi arkalı sınışıp ketkenken. Mesela Türkiye'de bekçe tegisel şu nimitçelik bulamama Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyetini kurup elipbäni özgertip
Koni yazıqdan bula hazırkı Latin alifbasiga ötedimezmi bulama? Ha. Ötken vaqtdan kim ba'zi tilnimi islah qilmayız deb bir nurg'unlagan arabcha va farscha ismlarni chiqarib bitib, onun o'rniga shu turkcha ismlarni qilamiz deb ba'zi shu Mongolcha yoki tegi hamda shu turkchaga taqiladi-ku, ularning ba'zi ismi mesela. Qurultay bizdan bor-ku. Qurultay deymiz. Mongollarda mı qurultay deydi. Şunun o'xshash ismlar Türkçe'ye kirgizilib diken Türkiye'nin nimesiga tiliga kirgizilib diken. Ama şimal tarafta bu Dasht Qipchoq tarafta yaşaydigan mayliqi köçmen charbıçı yoki bo'lmasa yerim köçmen charbıçı degan xalqlarda yana shu Mongolchaning nimasi ta'siri xeli kuchli ularda. Ular Qipchoqchida xeli bor. Ama biz Uyg'urlar, O'zbeklar bizde yerleşik medeniyette bo'lganlarda biraz Arapça, Farsçaning bor bizda-chu. Türkçemi ama Arapça, Farsçam bor. Ama Türkiye'de bazı Arapça, Farsça isimlarning o'rniga hatta bazı qadimki Türkçening o'rniga bazı yangi isimlarni o'ydirib chiqargan baken bo'ladi. Masalan, bular siyah deydigan, biz qari deymiz. Amaliyotda xalq arasida qari degan ism so'zmi baken bo'ladi. Masalan biz oq deymiz, ama bular beyaz deydi. Beyaz demek oq desanglar buldu mesela oq desanglar bütün Türk dünyasının hamma yeri tushundiğini desem, aşı vaqtda da endi bir teleslatı bo'lganda ba'zi kelimalar bunda nima qilib tikanda, kirgizilib tikanda. Shunda deydi. Hozir hamda bular o'rtaq elibba, o'rtaq nima qilamiz deb yuriydi-ku hamda Türk dünyasini nima qilgan. Hamda hozir bizde mesela orijinal bo'lgan qadimgi turkchilar bor, Mongollar nimadan bor, hatto Mongolchadami ba'zi turkcha kelimalar hali bor ekan, ishlatilgan ular. Anan ekan Türkiye'dami ba'zi orijinal ismlar bor ekan. Mesela biz nimani aeroplan deymiz shundami? O nimani Ruslar samolyot deydi. Bizning Uyg'urlar shimolda samolyot deydi. Janub tarafda ko'proq aeroplan deymiz. Ama Türkiye'de chiroyli bir ism qo'yaptiki, uchoq degan. Ama ben deyme bularga mesela sizlar anahtar deysizlar, ochquch. Biz ochquch deymiz. Qaysi orijinal chiroyli tuyuldi desam, albatta ochquch dedi. Mana menda o'rtaq kelimalarimizni birlashtirsak, bizim şu Moğolistonga bo'lgan jarayonda bunda bir nima qurib ketgani bo'ldi ekan, bir o'rtaq bir bir-birimizni tushunadigan bir o'rtaq til. İsmail Gasparali shuni o'tirib chiqib ketgan emasmi? Turklar bo'linib ketmasin deb, dilde işte fikirde birlikte. Yani demek o'g'lim Moğollarning nimisida sal nima qilsang, ko'kiga tushsang, shu Uyg'urcha yoki bizning tilimiz chiqadi ekan. Shu elbani ishlat. Ama hazır Mongollarning ziyolileri devlet umumiylik karar edip asta umumlaştırıyordu. Ben Özbekistan'da mı gördüm, hem Kiril alfabesini işletirken hem yeni yazıkını işletirken biz yeni yazık dediğimiz Latin yazıkını işletirken bular. Ama Latinçini işletsem Uygurçunu okuyandaki okuydukken ben. Hiç kanda çanmaydık ya. Kiril alfabesiga hem de közümüz bizden nemi bulmağını onu mu öğrendim. Hani neymiş ki bu işkisine tan işletisiyle xel bolduğu nemege ötkili desem, bak çoğunlar dedi, 40 yaşının üstündekiler bilmeydik ya onu. Xuddi bizning 65 yılı Xitaylar bizning Latinga ötüp yeni yazık ötken arılıqda bir adamlar kon yazıqını bilmeydi-ku. Şuningdek anda bo'lmasin deb mektepte yeni Latin elifbasini öğretdi ekan, Mongollar, O'zbeklar. Ama xalqmi 40 yaşının üstündekiler hem de nima qilolmay qolmasin deb u burunqi Kiril elifbasini tan ishlatib kelyapti. Belki de 20-30 yildan keyin onunla ehtiyoj qolmaydi, asosan o'zbek elifbasini ishlatishga boshladi. Hani Mongollarmi shunga o'tibdi hozir hamda. Demakchi. Hozirmi shu Türkiye devletler birligi o'rtaq bir alfabeni tuzib chiqdi-ku.
Bunu lekin endi qanchalik vaqt ketadi bilmaymiz. Balkim şu Türk devletlerinin hemmisi aşı alfabeni umumlaştırsa o çağda toxuyma kolay bo'ldi-da, mayli qaysi davlatga bormayli o'rtaq bir Şuna yezikda. o'xshash shuni da. Buni hamda unachu asli bu til, tarix, bu adabiyot bunday narsalarni Hmm. asosan mush sohadagi olimlar qo'yib bersa bular. Masalan buni siyoset emas haqiqiy shu olimlarga endi bir yo'l bersa olimlar qilib ketalaydigan shuni siyosatchilar uni qilib ketolmaydi. Yoki bo'lmasa masalan Türk Devletler Teşkilatı'na bu işlerini tazi bilip bulanmaydigan bir ilmi kurumlarga da bilip bulanmaydigan adamlarni başlıklar yoki barasam aşağıda bir hukuk tut deb evetip koysa bu işni buzudi ular. Bulanmaydi. Ama bu işte haqiqiy şunu haqiqiy amaliyleştirimiz dese menimcha bütün şu Uygurlar, Özbekler, Kazak, Kırgız, Türk halklarının içinden çıkan tilchilarni, mesela İbrahim Motidek ne batığı, aşındaki tilchilarni, mesela Osman, Mir Sultan Osman degan adamlar batığı, bular haqiqiy şunday yetişken tilchilar. Ama şu kadim tilinin bilidi bular. Tilchilarni, tarixchilarni menda qilib agar mushununga bular nima qila olsa, mushu menimcha hatta mush til bilan o'rtaq elifba bilan bir televizor kanali qurib, ashunda hamma Türk xalqlari ko'radigan ashunda darajada qilsa ish umumlashudu. Ya'ni ki anandan keyin burun mesela İsmail Gasparalı bu Ruslarning ruslashtirish va Hristiyanlashtirish siyosati, Slavlashtirish siyosatiga qarshi Türklarning nimasini qo'g'dab qilish uchun dilde işte fikirdi birlikni o'tirg'i chiqarganda buni amaliylashtirish uchun gizit chiqargan ekan, tarjimon gizitida. Qashqag'icha beribdi-ku, o Qashqabatda Xotan Turpanlag'icha berib o'qitilibdi ekan. Bu mashinda bir hamda hozir hamda internet chiqdi. Gizitler belki bek nima qilmaslik mumkin, ama to'g'ri shunda oson-ku hozir hamda. Shuni masalan bekatlarni qurib, ondan keyin o'rtaq bir televizorni qurib, ashunada o'rtaq elifbani ishlatsa, televizordagilarchi u vaqtda umumlashdi. O'zbekmi ko'ralaydi, Uyg'ur zaten O'zbek bular bir o'xshash bir-birini tushundi. Qozaq bilan Qirg'izmi ko'ralsa, bu asta-asta burun zaten bu 20-asrlargacha hatta Chag'ataychi deydi g'arbliklar, bu til shu bizning shu Uyg'ur tili ishlatilgan emasmi bularda? Butun shu nimaga Qrimgacha ishlatilibdi-ku. Masalan Kırım Türkleri bu acaba o'xshaydi ki nasılning tilinglar bizning Uyg'urcha desam, bizga shu silning Chag'ataychi ko'proq ashadi. Öz vaqtida Cengiz Xonning nemisi Moğol devleti orqali aşağı yayılgankanda bu biraz Türkçe nemisini qo'g'dab qolgan til bo'lgandiki, Osmonlichida keyin Arabcha bek aralashib ketib, xalq tushunmaydigan bir til bo'lib qolibdi Osmonlicha. Bizningki Chag'ataychini xalqmi tushunadigan bir til. Masalan mening yangi kelgan vaqtimda shu Türkçini öğrendim ya kelip. Mesela Kırım Tatarları bilen biraz yankaga vaqtimda biraz alaqam bo'ldi. Ular bilan so'zlashalaydim men. Acaba o'xshaydi ekan. Uyg'urcha o'xshab ketgan. Ma Ozarbayjonningmi yana Uyg'urchaga o'xshaydi ekanda, biraz Türkçügimi o'xshaydi, ama nimaga o'xshaydi? Masalan, shu men qaynopam kelgan vaqtida yana o'shada vafot qildi Turkiyada. Davomli shu Ozarbayjonning televizorini eshib oladi. Nemish onu ko'rsatsa, mushuni bekroq tushundi ekanmi balam deydi. Yani demakchi uni shu bizning Chag'ataycha deyilgan bu bizning shu Uyg'urcha butun Türk dunyosida xil umumyuzlik ishlatilgan. Ama bu keyin hozir mustaqil bo'lib Qozog'iston, Qirg'izistonlar qurilgandan keyin hammasi o'zining elifbasini nima qilib, hammasi o'ziga bir tarix yasab chiqishga boshladi. Amaliyotda bizning tariximiz bir xalqdiq, keyin bu bo'linib ketgandiki, bular bu ishni biraz nima qilyapti. Amaliyotda yana bularni birlashtirishning birdan bir yo'li shu
şu nimede Hı. bu 5 cumhuriyet var hem de Aha. biz kaldık hem biz müstakil bolsak Hudaýym bolsa bula hem bir Maşallah. ýerde bir Türkistan Federasyonu diýen bir federasyon bilen birleşip gitäledi kiýin. Amma bula Hı. eleki Kazak, Kırgız, Özbek diýen isimlaryny köprak işletiberse bu kiýinki wagtlarda bölünüş gep bardy bu. Özara Ha. içki majra gep bardy bu. Hı. Bu zaten bu Stalin'in 100 ýyl burun kıygan projesi bu. Şundağa. Yani Türkistan'da parçalap, Garbi Türkistan'da 5 cumhuriyetini kurup koyduk. Şunun bilen Ha. bula aşu karsan aşacaýyp aşu müzelerge berip baktım ben aşu Kazakistan'dan mı, Kırgızistan'dan mı karsan aşu uydurup tarihlaryny ýasap. Ha. Nime gerek var, nime ähmiýeti var onunki? Bu şu Ruslarga Xitayga Onda okşaş o soňda oyuny go bu. Ara, bu wagtda bu kanda oludy desem, Kazaklar Kazakçylyk kılıdy, Kırgızlar Kırgızçylyk Ha. kılıdy. Hem bir etnik nimegi kirkitidi jedel majraga. Ha, Bu hatarlik bu. Şu. Onun için bu ýanyň ismi zaten 100 ýyl burun Türkistan bolgan eken. Türkistan, Türkistan diýen isim hemmimizin ortak ismi. O wagtda hemmimizge ortak miras bolgan edebiyatymyz, tilimiz hemmimizge ortak egi çykyşymız gerek-de bizninki. Elbette. Ya onu sen Kazak'tan, sen Kırgız'tan, sen Uğut'tan, sen Buğut'tan, sen Özbek'tan, sen Uygur'tan da birbirimizge yani yakış sıkışıp cidelleşsek yani şu yakıttay kirip yeydi o yani Ha. başka birisi yani istila kılıdı bunu. Doğru. Onun için birden bir yol şu nimi kılıç. Mesela bizden bilse Türkiye'de bir Kurtlar Vadisi degen bir film bulduk. Aha. Aş vatanning yezi qishloqlarga tükürdüken de Ha. Özbekistan'da mı, Kazakıstan'da mı bütün Türk dünyası tükürdüken. Mesela Ha. ortak televizyonu kurup minda Türk dünyası üçün aşında Kurtlar Vadisi'de yakıbımız aşkalık yaşlar tazaş yaktırıp kördüğün kino filmlerini koyup bir iş kişinin içinde hemiz ortak Ha. dilini sözleydiğen bu kitidi. Doğru. Ama gep bunu muşunu pilallap muşunu kılıdığın bir akıllık bilim adamı gerek. Onu siyasetçiler gitemeydi onu. Hemme näse eslep aldy ula. Ula özüniň adamlaryny sen bunu kılsa, onu kılsa ortak elip çıkada bu siyasetninki buyrugy bilen kılsaň o aşu nemi kılmaýdy, o netije bermeýdi. Amma muşu jähetde şu dilde işte fikirde birlikni nemi kıla alaýdygan muş işiniň ähli bolgan, şu işte ýaxşy laýlap, planlap şu işini ýürütäleýdigan alımlar gerek bununga. Köprak yüzden bilse tarihte alımlar bilen siyasetçiler bek çıkışıp gitemeydiken bazıları cemiyet bozulgan nimiş sen alımlar biraz işini bilgendiki siyasetçiler onu başkurumu dep turup aldyken. O siyasetçiler başkurumu dep tutup alımның alaydylygy kalmaydı ki. Doğru. Alımның fikirini anlaysa sen, alımның dersini anlaysa, şunun karap siyasetini belgeleyse sen, o zaman terakki kılsa, o zaman çoğuysa. Cengiz Han bana muşunda büyüdü o. Ben bir cihan imparatoru bolman deyirken ben çokum Tata Tonga ve bunun şagirtlerden ders elip hemen muşunu mecbur ögünüsü de aşını ögütüp aşında imparatoru oldu o. Doğru. Eğer o özünün eliki adamlarını işini bilmeydiğen adamlarını şu işine beşik ekip koysa mamı bir hukuk tutsun ya da bunun bir nimisi olsun desem bolmaydı, yürümeydi bu iş. Şöyle bir narsani kıska bir soru olay. Bayağı Moğolca to'g'ri so'zlar aytib bir narsani deb o'tdingiz. Ulus degan gapni. Bu ulus degan gap Moğolcha gapmi bu? Ulus Moğolca gap deydi hazır. Gapning nemiste ulus Moğolca gap. Ulus degan nem degan gap desang bu Türkiye'den bek işletipdi bunu. Ulusda bek hatta ulus dep Ankara'nın koni şehrini ulus deydi bular. Kızılay yeni merkez. Ulus kara. Onun ulusunun içinde her xil millet var. Her xil tildiki, dindiki adamlar var. Bunu milletinin ornuga koyğunu bolmaydı o. Millet diye vaxtında ortak tarih, ortak til, ortak edebiyat, ortak örf adet, hemmisi medeniyetle birleşken vaxtıda bir millet şekillendi. Doğru. Ama ulus diye vaxtında mesela Juji ulusu, Çağatay ulusudakiler hemmisi Mongol emas ki. Köp kısmı onun aşı Türkistan'daki halk o.
Garbi ve Şarkı Türkistan'daki halk. Juji ulusu degandiki hemmisi Mongollar emas ki %70-80'i o yaşadaki Türk halkları o. Çak, Peçenek, Oğuz falan Pustan degenler. Yani onun için ulus degen bu şu Mongolçıdan kelgen ama bu içinde her xil etnik gruplar, her xil dildiki, her xil örf adetdeki fark nurgulluğun insanlarının ki o bir territoriya içinde yaşaganlarını ulus deptike. Hem bunun da Çağıtay ulusu, Joji ulusu, Ögüdey ulusu degen dep ağırlışı muşu. Ama o hazırki manada millet emas o. Şu rayonun, şu bölgenin, şu aşağının ismi o. Onun içinde her xil milletler var, her xil dil var, her xil din var. Ama bir hakimiyetinin ki sürüganlığı. Mesela bizden Şarkı ve Garbi Türkistan öz vaxtıda kimden? Juji ulusu deydi o. Bunun içinde pardon Çağıtay ulusu deydi o. Şarkı ve Garbi Türkistan'ı. Bu Çağıtay ulusunun içinde Mongollar var, Uygurlar var, başka halklar var. Bularını ulus deydi. Nimişka şu Çağıtay'ın suyurgal kılıp birilge ye boğa çıkar. Şu ulus degen aşı manada. Onu millet degen nimige arlaştırıp etmezdik. Millet emas, mesela köpünçerak hazırki Uygurçadaki halk degen manadaki mesela Türkiye halkı, Türkiye ulusu degene Türkiye halkı desek onun içinde hemen millet halk hemmisi var onun içinde. Türkler var, Oğuzlar var, Kürtler var, Çerkezler var, hemmisi Türkiye halkı degendek. Ama bu halk degen şimdi mi komünistler köprek işiltide özden bilse. Ama halk cumhuriyeti degen bilen halkın en köp zulümünü şu halkını işletip halkını devletinin üstündeki arlaştırıp algan devletler şu halkı zulüm seladı o adette. Hamiliyet o halkçıl, halkperver degeni yalgan gepte o. Evet. Bu soğanın soğuşundaki sebep şu bir neçinin aldığı o değil mi? Burun toplum dep mi koyduk? Toplum. Bu toplum degen her xil insanlar barısı da. Amda qara mandak gep bir devletinin içinde her xil dinde, her xil millet tilde her insanlar buludu. Hamda hemmisinin nimisi nime? Şu territoriyada yaşagandaki şu territoriyanınki kanunga amel kılıp şu territoriyanınki içinde hem de şu devletinin başkuruşu boysunup yaşaydıgan halk. Mesela hazır Xitayla Cumhuriyet milleti ortak gevdisi degen neme bilen bizni mecbur bu biz ait bulmagan bir medeniyetke ait bulmagan bir nemege çaplap bizni yokutup atmakçı buladı. Bizning neme alaqımız var ular bilen. Yani bu her kanda bir devlet özünün territoriyası içindeki halkını aşağıdaki asas unsur kim bolsa şu unsurunun iradesi ki boysundurmanda şu zulüm kıldıgan gap. Mesela Osmanlı onu kımmaptı ken qara. Osmanlı üçteki yeylep mesela Osmanlı vaxtıda hazır mesela en köp uruşdan en köp cidel bulatqa yamış hazır Filistin toprakları o. Kudüs o vaxtlarda Osmanlı vaxtıda 400-500 yıl kadar bu yerde qara. Yahudilerin mu ibadethanesi varken bir binanın üstü Müslümanların aslı Yahudilerin mater yeni Hristiyanların kiken. Şunda inak yaşap keptiken emmisi. Mesela Balkanlarda hazırki Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek bu taraflarda mı? Yani diniga yetişmaptiken, ilaga yetişmaptiken ama Osmanlı deydiken de mesela hazır Amerika dışında demdu dememdi deydi o. O Amerika'nın içinde İngiliz sözleydiğini var, Fransız söyleydiğini var, İspanyol sözleydiğini var ama hemisi bir Amerika kimliği bile. Eğer de demokrasiye, insan hakları, hukukmuş beraber bunu kıp gitelemen desem mesela Osmanlı'daki o vakti bir isyan mı çıkmaydı o. Baş kalayım kaçmak mı çıkmaydı. Çünkü hem adamın hem o hak hukuku kokdalgandaki bir adamın fikrim bulmaydı ama 20. asırdaki meyle Ruslar olsun, meyle Xitaylar olsun resmiyle bula yüzünün aşı nimisini tenip halkı zulüm kılıp etmez. Nimis için
ya bizning dinimiz o'xshamasa, tilimiz o'xshamasa, Hmm. hamma millat barobar degan bilan qani barobarlik endi? Tabii ki. Barobar bo'lsa bizning bu yerda nima ishimiz bor? Xitoyning maquvvatqini shugo hozir. Ammo ben bu Ya solni Xitoyning hozir yeslidiki bolalardan tatib ashlarni Uyg'ur so'zlatmay, hmm. ashini shu xitoylashtirish tamamen faşizm bu. faşizm şu. Irqchilik bu. Ha. Bu va komünizmni ishlatib turib qilayotgan irqchilik bu. Şundağa. Ya Osmanlı degan bir devlet bo'lib ekan, burun Amerika mı hozir İspanyol so'zlaydigan shtatni sen cho'qim ingliz so'zlaysizda besim qilatam da. Yok. Hmm. Amerikani boshqurdiganlar Injilga qo'l qo'yib, Injilni qo'l qo'yib turib Hmm. devletni vazifasini oladi-ku, shundami? Aha. Ama bular musulmonlarning hammasi cheklangan assalomu alaykum degan deyish yasak. Bundan keyin masjidlarni taqaymiz detamda. Dağıtıdığı. Bu Xitoy. Xitoylar nima uchun buni qiladi bu Xitoylar? Hmm. Bu Xitoylar nima uchun bizning o'zimizning tilimizni cheklaydi? Uzun yo'q kiyish, ro'mol atish, chiroyli Uyg'urlarning urf-odati. Bu ro'mollarni atmaysiz deb maymunga aylantirib qo'yapti shu. Hmm. Ben bu şu Xitoylarni bu var ya tamamıyla ırkçılık ve ha. faşizm bu. Şundağa. Ya kardeşim sen hem millet beraber deydigan bolsan şu milletning tiliga, örf-odatiga, hamma nimaga hurmat qilishing kerak ku. Uning nimasiga aralashmasliging kerak ku. Şu. Endi hozir Uyg'urlarning neslini buzg'un turibdi. Men endi ma gap echilib qoldi va Mongolchani deb bo'ldik-ku shuna. Ha. Qara, yaqinda tor bekatlarda Hmm. bu Xitoy erkeklerge Uyg'ur qizlarini tanıştırıp, layık tanıştırıp to'y qilayotgan ahvoldan bekroq Hmm. nima qilyapti-da bu ijtimoiy taratqularni tarqilibdi-ku bu. Ha. Yaman köp hazır. O'ylab baqa. Hmm. Bir millatni assimile qilib yo'q qilishning birdan bir nurg'u vositalari bor-da, bundan yana bir vositasi mana shu to'y qilish orqali o millatni yo'qotib o'tish. Ha. O'ylab baqa. Biz qadimdan tatib musulmon bo'lib 1000 yildan ortiq islom diniga e'tiqod qilgan o'z oldiga bir urf odati bor, bir madaniyati bor, bir xalqni. Hmm. Sen o Cumhuriyet milleti ortak gavdis qilaman deb cho'shqa go'sht yeydigan xonandan, xo'jandan, nimildan, xotin topolmay kelgan shu lukchak mijoz odamlarni bechora Uyg'urlarning qizlarini ashlarga epirib qilish senchi normalmi bu? Bu bir tajovuzchilik bu. Bu bir bosqinchilik bu. Davlat qo'li bilan bosqinchilik bu. Albatta. Yani birisi bu Xitoylar aygas qilgan Uyg'urdan tug'ilgan o ana Uyg'urdan tug'ilgan bola Uyg'ur ulamda teni buzuq ablah bo'ladi bu. Xitoy bo'ladi u. Yani birisi qara bizda agar bir musulmonsan, hazır islomni yo'q qilish tirishyapti-ku. Yani demak shu o'qinim dinda erkinlik, urf-odat erkinlik. Voy neydi o erkinlik? Ha, butunlay yag'an gap sepsete. Ne yalgan? Ya bak bu dünyada nurg'unlagan imparatorluklar kurulgan. Hmm. Ama hiç biri bu Xitoylar qilayotgandek bu o'lirga chirib xalqning xotin qizlarini zo'lab nima qilish, uning yog'liqidan tortib ko'ngligigacha nima qilib aralashib, hatto bir vaqt uzun ko'nglaklik bu vaqtda ijtimoiy taratqularga chiqqan qochuvlarni Uyg'ur xotinlarining yo'pkinlarini kesgan Xitoylarni ko'rgan biz. Ha, shu. Ko'rgan. Bu bir ahmoqlik bu. Bu urf-odat bu bir milliy nima bu? Buningga sen qanda bu nima qildi? Hamda hozir eng nima qilgani hamda u Xitoylar bilan to'y qilgan Uyg'urlar qalab qilyaptamdi, yo zo bilan qilyaptamdi, onu o'qimayman. Ama to'g'ri emas. Bizda eng aqallisi musulmon bir ananing balining qizi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, agar musulmon bo'lmagan birisi bilan to'y qilish to'g'ri kelib qolsa, oldi bilan shahodat keltirib musulmon bo'l degan shartni qo'yamdi, qo'ymamdi? Qo'ydi albatta. Ya bularning qilgani tam bir tajovuzchilik. Qani bu din? Ya bizning bir din
dinimiz, etikadimiz, bizning bir örf-odatimiz bor. Hamda uni o'zligidan ashlarni xolab qilayotgan bo'lsa Uyg'ur emas hamda bular. Uyg'urcha so'zlaydigan shu ko'chig'imi chiqib ketgan bir muncha qizlarimiz bo'ldi-ku, ota-onasining boshqaramay, ichkirligi berib buzuqchilik qilgan ham andalami o'qimayman hamda. Ama bu qara bir milletni hamda bu kadar xorlash, bu kadar oyoq osti qilish tarixda yani ko'rilgan ama manda bir haqorat qilish az ko'rilgan bir narsa. Bundağı ko'rib Men bakmagan. deyim, bulardan tug'ilgan bala sence hatta numus qilmay mening erim deb shu nimalarni videolarni ko'rsatib ashunda qildigan Uyg'ur qizlar Uyg'ur deyishki tilim bo'lmaydi hamda ularni Uyg'ur so'zlab Uyg'ur olmaydi-ku. Hamda aynı iradesi aciz, itikadı acizlar şallanıp, bulgunub, kirlenip ketkinimi yaxshi bir hesapta. Ko'pincha majburlangan bularniki hamda Xitoylarniki birisi hukumati ochiq-oshkora tashviq qiladi buni, yana birisi mukofotlash usulini qo'llayapti. Bir Xitoyga tegsang manch pul berma degan siyosatlar undan boshqa muhimi majburlash yani. Ma u Xitoyga tegsa, tegmasang seni yoki ota-onangni lagerga kirgizma degandikilar. Mecburlaş bu tamamıyla Mecburlaş, bu evet. bir zorluk, zombuluk. Şunu Zorluk, faşizm zombuluk. deyimiz bu, faşistlik bu. Öz vaxtıda şu 7 kızlarımның hikayesini anlaganmı sen? Elbette. Aşında kahramanlıklarını kılıp kapırının kuluğu ayak astı olup kalmaylı dep özünü öldürüp şehit olgan kızlarmış şu bizning kızlar şu. Şu elbette. Rızvan günlerdeki kızlarmış şu bizning kızlar şu. Elbette. Bu kanda vicdansız, kanda bir iradesiz, kanda bir aletki ek yap kaldım. Ben oylap kaldım. Yani kokap kısmı kançosu hem de onun uyarıgı mı bizim sebep koymagandı ha kançosu kader mi? Bir Kader mi? xatar var şu. Hammadamni şu lager bilan qo'rqitadi. Masalan, ashtam hikoyalarni angladik. Bir uyga kirib majburiy ma qizingni mening o'g'limga yoki do'stimga bersa bo'lmasa uyg'unishga borsa deydi ekanda, uyg'unish degani shu lager. U lagerga kirgandagilar odam tugishidi u yerda. Shunga haliqi bechora qizlar ya ota-onasining majburlashi bilan yoki bo'pti ota-onamni qutqizmayman, shu lagerni ko'msin deb majburiy qabul qilayotgan unda ahvol %95%. Ama Xitoyni yaxshi ko'rib, unda to'y qilayotganlar meningcha 5%ga bormaydi. Ama bayamda ulus degan narsani so'rab qilishimdagi sabab bir mezgil Uyg'urlar orasida bir bir iqim bo'lib qoldi-ku, bir qism yoshlar o'sha Sharq Turkiston ulusini yaratamiz deb ulus degan ismni xalqqa o'rgatamiz deb tirishdi-yu, ammo mag'lub bo'lgan bo'ldi. Chunki xalqimiz hozir beshida ishbakchiq yangi bir ufqum bo'lgangidek holi yo'q. Oxirida Varis muallim bir narsani qisqacha so'rab o'tay. Ammo hozirgacha xili jiq narsa o'rgangan bo'ldik tarixda. Ammo hozirgacha yana so'raydiganlar bor menda tuvanda shu videoni ko'rguchilardan. Varis muallim mumkin bo'lsa ixcham qilib, shu Uyg'ur tarixida Uyg'urlar qurgan davlatlarni qisqacha hammani deb bo'lishi notayin ta'sir qoldi. Muhimlarini bir tizib bergan bo'lsa, shuni bizning esimizda qilishga oson bo'ladi deydi. Shuni bir qisqa bir tizib beramsiz Uyg'urlar qurgan davlatlarning ismi va qisqacha ahvolini. Buldu. Bu nimene bir xulosalaydi bu ulus degan narsada hamda har xil millat, har xil nimalar bo'ldi. Bizning vatanda Mo'ng'ul va, Qozoq va, Qirg'iz va, Tungan va, deymi biz Uyg'urlardan boshqa. Hamda o'xshash tilni so'zlamaydigan boshqa tojiklarmi, bir xil har xil insonlar bor hamda. Bularni hamda biz vatanda bu O'zbekistondami Uyg'urlar va, boshqa millatlar va, Tunganlar va, Qozog'istondan va, ya'ni bularning hammasida hamda shu nima ta'birlar bular bir ulus desam bo'ladi hamda bu haliqi nima haliqi millat ayrimi yo'q bu yerda. Hamda shu ulusning ichida
en köp sallıqni egelleydiganlar Hı. hani ortak tarih, ortak til, ortak medeniyet bunundan Hı. kelgenler bolsa ama ular millet bulu demde. Ha. Çoğunu hazır Özbekistan mesela Hı. Özbek milletini Özbeklerini asas kılgan bir devlet şunda Aha. ama Özbekler Tacikler ne çeklemde çeklemeydi. Ulamı Hı. şu devletin asaslık halkı Hı. kurası deydi. Özbekistan'da yana köp millet var. Ulanın Hı. hemmisi Özbekler kandak hak hukuku igi bolsa Hı. devlet şulağımı şu hak hukukunun biridir. Ha. Kazakistan mı şu? Hı. Ama bu Xitay nime için bu Uygurlarını bu kadar izledi, bu kadar korlaydı, tilini çekleydi, iman dinini çekleydi, hem nimisini çekleydi. Hı. Yani bunun bütün derdi Xitaylaştırıyor men dedi. Yani Eniqlab. Cumhuriyet milleti ortak gevdesi diye. Bu Hı. dünyanın hiçbir yerinde kabul görmeydi bu. Elbette. Ya kardeşim yani sen benim tilim bilen, benim nimem bilen sen nimele kalkıp nim kıvatam da tamam senin bir nimen ba özünün tili ama Uygurlarının mı özünün aldığı til ba uyanın Uygur Abdunum rayını diyen tek bir sen bunun hakkını beğenmevatkan bolsan mı hem de aşağıda bir Uygur Abdunum rayını diyen halkaranın tanıdığın bir rayını o. Sen Hı. nim için Uygurçuka Uygur Milli Örparti'ye bunda düşmanlık kılsa? Bu Hı. faşizm bu, bu ırkçılık bu. Bu Ha. cinayet bu. Şu. Bunu miyadi itüteyle boldu. Ha, tamam. Hem de bu sen degan sual Hı. Uygurlar tarihte kaçan payda olgan, kaçan tarih sahnesiga çıkkan, kaysi devletlerini kurgan degan mesele. Hem Hı. bu biz bunu uzun uzun derslimi anlatımız da ama Hı. kısaca dep ötedigan bolsak yine eğer fırsat olsa bir üstünden ölsek mi buludu. Ha. Uygurlarını asasen şekillenişi şu Oğuz Hakan dep koyumuz efsanevi bizim Hı. atımız devlet Hı. çoğun aşağılık her milletin bir efsanevi nimsi buluduğu hem de bir Aha. daisi buluduğu. Ha. Bizning Oğuz Han, Xitaylarning Huang disi var. Aha. Başka milletlerinin mi özüne aynı nimsi var. Bizning Oğuz Hakan. Hem de Oğuz Hı. Hakan'ın etrafında birleşken tallangan bir neçe Türk halklarının birleşişinden şekillengen Hı. bir kabile dep qaraydı bizge Ha. Uygurlarga. Ve Uygurlarını 9 Uygur, 10 Uygur dep arıydı. Hı. Hem de Uygurlarının atı buğulları işte şu ben ötkende aytip öttüm şu bizning merkezi Türkistan'da Alper Tonga'ga kadar bardı qara. Hı. Sakla dep koymiz biz hem de. Hı. Bu saklanın asası yerleşke yeri bizden şu Şarkı Türkistan, şu Fergani Vadisi, şu Taşkelle, şu Yetisu İl Vadisi, şu etraflarda sak kabileleri yaşayan. Bu Hı. saklanı İranlıklar, Turanlıklar dep ataydı kara. Ha. Yani demek ki o bu Volla vaktida Volla'nın içi de yani şu elke naite sani az bolsunmu üzerinde uruşunu yaxşı biladigan naite Hı. akıllı hiçbir uruşta yengilip bakmagan bir kavimden deydi de bu kavim Hı. şu bu Xitay manbalerde Wujele dep qo'ygan. Hı. Wuje degan şu vaqtda Xitay manbalarida şu Oğuz Xonninki devletini şekillendirgen asasılıkı golluk Hı. kavim şu Uygurlarınki Ha. nemiz şu Ucela Xitay manbalerde ama bizning Hı. manbalarda Oğuz Xonninki etrafında birleşken şu bir neçe Türk kabilesining birleşti şekillengen uyuşudan ittifaqlaşıdan şekillengen degan ma'lumotlar bor. Bu Hı. hem Reşidettin'in kitabıda bor, Cami-i Tavarık'ta bor, anandaki Oğuz Hakan Destanı'da bor, ondan başka Mahmut Kaşgar'ın eserlerinde mi Uygurlar doğruluk naat uzun bir ma'lumotlarni berdi. Ha. Hem de Atıboğulları kurgan devlet şu Hun devleti hem de. Hun devletinden keyin Türklergiçi bolgan bir arılık vakara. Hı. Ular iki qetim bölünüp gidiyor Şimali ve Cenubi dep. Hı. Bu
en ahirde Oğullarının ma Cenab-ı Oğullarının en ahirki tanrıkta miladından keyinki 216'da tarih sahnesine düşkenden keyin 216'dan Köktürkler vaqtgacha bir devr var. 552'gacha hatta 572'gacha mı deb qo'yamiz, çünkü bizning Türkistondagi bu Uyg'ur boylarini, G'arb Uyg'urlarni hakimiyet ostiga olgan Muqan Xaqan deb qo'yamiz. Köktürklarning hukmdori shu vaqtgacha bular mustaqil yashagan shu Tangri tog'larining eteklarida. Hozirgi Qo'jo, Qarisha, Aqsu, Xotan, Qashqa, Charchan, Chaqliq degan bu yerlarda haliqi 10 davlat parchalangandan keyin 36 shahar davlati bo'lgan deb qo'ydi. Keyin G'ullar vaqtida Batur Tangriqut bularning hammasini birlashtirib bir hakimiyat ostiga olgan shu bularni. Şuna bu Uyg'urlarning atillari qurgan bo'lgandan keyin uni Uyg'ur deb qurmagan da. Ama xalq manbalarda G'ullar deydi buni. G'ullar deydi. Ama G'ullarning asosi G'ulliq ailesi, G'ullarning eng qudratli hukmdori kim? Batur Tangriqut. Batur Tangriqutning Oğuz Haqqan bo'lganligi to'g'risida tarixchilar ham fikr. O zaman G'un davlati bizning davlatimiz degan gap. Tamam. Andan keyin bu keyin ma Köktürklar chiqqıcı bo'lgan bir 2-3 asr asnosida bizning shu hozirgi tashqi Mong'oliyadagi O'rxun vodiysi, Tug'lan nahri atrofida Sharq Uyg'urlar andan keyin shu hozirgi Kumuldan tatib taki shu nimagicha kelgan Issiqko'l atrofigacha, hatta Farg'ona vodiysi nimagicha Toshkent atrofigacha yashagan bu rayondagilarni g'arbiy to'laslar deb qo'ydi. Bularni biz ayada buni shu g'arb Uyg'urlarmi deb oldi hamda ba'zi manbalarda. Bular hamda hammasi Türk xalqlari. Bularning ichida Uyg'urni shakllantirgan 19 boy var. 19 boy. Ama asas bu Köktürkler vaqtida hammasi yana birlashgan. Çünkü biz Köktürklarni bizden emas demaymiz ki. Onların devamı biz şu Köktürklerinin içinde yana G'olliq bir kabile biz. Bu bazı nim manbalarda 9 Oğuzlar degan nim baki Arapça manbalarda 9 Oğuzlar deb qo'ydilar. Mushta Uyg'urlar shu 9 Uyg'ur bu shu 9 Oğuzlar degan ma'lumotlar bor. Am demakchi o'g'lim Köktürklermi? Köktürkler şu G'ollarning devamı bizning Orxun Uyg'ur xalqidan burunqi şu devletimiz hesaplandı. Buna hech kim ama şu vaqtda ismi şu Köktürk deb elingan ki Xitoycha manbalarda Tuja deydi. Hani Köktürkçü manbalarda o'zang bo'lsa Göktürk deydi. Hatta bunun şu vaqt ait bir muncha taş abideler var, mangu taşlar var. İsmimiz yazıqliq bu yerda. Yani hiçbir kimse Köktürklerini bizden ağırıp karanmaydı. Bu Köktürkler xuddi Türkiye'dekilerinin atistek kabul kıvaldiken bula onda emas. Köktürkler G'ollarning devamı şu vaqtida şu hazırki Manjuriyadan başlap Hazar denizliği bo'lgan bütün Türk xalqlarining ortak devleti, ortak namı bu. Bu bir. Anından keyin bilse Köktürkler Bilge Hakan'ın ölümünden keyin yani parçalanıp acizlap kıygandan keyin Uyg'urlar bu sefer çünkü tarihte devletning kuruluşta hal qilg'uch rol oynagan haq. Men manda bir ta'bir berdim. Xuddi bir beton yasash uchun çimento, simit lazım o. Pet qo'yitish uchun bir ko'nalga lazım o. Bizning Uyg'ur degan ism Oğuz Haqqanning etrafida uyushgan boylar, qabilalar bu keyin Orxun Uyg'ur davlatini qurganlar 9 Uyg'urlar va undan keyin 9 Uyg'ur, 10 Uyg'ur deb ichki 9 Uyg'ur, tashqi 10 Uyg'ur deb bularni 19 boyga ayirib sanaydi hamda manbalarda. Ama asosliq 9 Uyg'ur. Buning qurg'uvchisi Yag'laqarlar. Şu Yag'laqarlarning etrafida birleşken şu Uyg'ur boylarning isimleri var. Hammasi birleşip Uyg'ur degan hamda Uyg'ur ismini resmi devlet ismi namını qo'yib ishlatgan
şu 744-yili hazır Orhun Vadisi'de kurulgan şu Orhun Uygur Devleti. Kendime yani Uygur ismi bilen kurulgan bir devlet bu. Türklerden keyin. Ama bu ben bayan kanimini unutmak, Volladın, Sakaladın hatta. Sakaladın Köktürk ve Uygurlar hiç bağlap geldim. Bozkır'daki yani yaylakta kurulgan 3. çoğun devletini Uygurlar kurgan. Türklerinin kabileleri Bekcik, Mehmet Kaşkırımı deydi. Bularının sayısı bek köp, bunun sanını bir Allah bilirdi ama ben çoğunlarını sanap ötümen degende Uygurlarını noktalı kaldı sanap ötüdü. Şu Uygurlar şu Türk halkının içinde şu devlet kurup devlet başkurgan devletinin asas iskeletini oluşturgan halk bu. Bu ketim bu iskelet Orhun Derya Vadisi'de resmi özünün şu etrafı birleşken kabile kavimlerle birleşip Uygur dep tarih sahnesine çıktı. Devlet kurup. Bu 840 kişi davamlaştı bunu biz üzerine bilirse. Ama bir çoğun bir vakıa oldu Uygur tarihinde. Köç. Köç destanı da bir dastan mı var? Bu köçte hem de bu bütün şu Şerk Orhun'daki Uygurların asası kurucu kabileleri şu yağlı karma İslam menbelerde yağmala diyen şu yağlı karların özü veremez. Bu yağma deydiken İslam menbelerde Muşula anandaki Muş Pantekin'in başçılığında asaslık grup Muşu bizninki Hışı Kardur'unu besip ötep uyadımı Uygurlar bağ uyadımı çünkü Hışı Kardur'un bu vakta genci Uygurları deyimiz biz Orhun Uygurları karaydığa ya hazırkı idukot muş gölgiçe rayınlağıçı muş hazırkı muşu Ferganı Vadisi hiç kegen muş rayında şu Orhun Uygur devletinin ki çigirleri içidiken bu. Ama o keyinki Rost arkeologlarımı, tarihçilerimi aşağı rayınlardan çıkan arkeologiyalik malumatlar karap durup bunu nim kıldı. Hem demek ki onun kara. Her milletin tarihinde muşundak bazı imperiyalarının isimleri var. Hem de o millet degen kavram kara. Keyin Fransız ihtilalıdan keyin bu ulus devleti, milli devletler şunundan keyin imparatorluklar takılıp imparatorluklar devri tükendiğinden keyin milletleşme devrinde bu oturuğa çıktı. Hem demek ki onun meyli Oğullarda bolsun, meyli Köktürklerde bolsun, meyli Orhun Uygurlarda bolsun, bulanın meyli İdikut Uygurlarda bolsun, meyli Karhallı Uygurlarda bolsun, hemmisi şu birlam Uygursun sözleyden halk emez. Bunu böyle hiç kim bundan da karmaydı. Onun işi de kurguçileri asası golluk millet tamam şu Uygurların atılır ama bulanın işi de her hıl kavimler var, kabileler var hatta Türkçe sözlemeydiğin başka kavimler mi var ama devletinin ismi Orhun Uygur Devleti. Uygurların kurguçuları Uygur boyları boğan bilen bunun içi de hem hazır kılmış Türk halklarının ortak atılları var. Bunun için böyle tar milliyetçilik bilen karmastık gerek bu meselede. Mesela Uygurların iki tane bakanı, ministri Kırgızlardanken, Kırgızların Uygur devletine tabi boğa vaxtıda iki tane bakanlık biritken bulağa. Bu menbelerde ba yani demek ki oğlum hazır mesela Türkiye tamam Türk halkı asas urununa geldi ama bunun içinde başka halk mı ba? Başka dil sözleydi kalın ba ama devletin ismi Türkiye. Türk'le asas urununa geldi geçke. Demek ki oğlum hem de bu devletlerin isimleri bunu elbette tar milliyetçilikli sanmazdık gerek. Bu umumen şu vaklarda bu 744. yılı Köktürkler takalga vaxtıda şu bütün başta Karlukla, Basmilla Uygurlarının yanında durdu. Bunlar bir hakimiyet kurduk. Birleşme hakimiyet. Keyin de Uygurlar ulanımı özge bağlap 744'te devletini kolgalıdı. Onun işte hem de şu hem boy o şu bütün hatta Mongolların atı bulurmuş şu teritoriyada Uygurlarının ki purası olup göçmen çarıç olup yaşa ve gengep. Orada bir mesele yok. Hem demek çok demem ismi bilen Uygurlar köçkenden keyin kara
Pantekin'in başçılığındaki bu çoğun heyet menbeler qaraydigan bolsak, muşu Qarşa degenge kelip, şu yerda turibdi. Bu yerda bir hakimiyetni u vaqtida ma Tang xonadonligida yordam talab qilgani ketgan Ögetekin, Ukatekinmi deb qo'ydi ekan. Uni Tang xonadonligi ularni aldab жүрүp, oxiri qirg'izlarga xabar berib, ular bostırıp kelib yo'q qilib etgandan keyin endi Pantekin şu hozir bizning Sharq Turkistonning Tangri tog'larining şu sharqiy janubiy tarafidagi rayonda endi o'zini Arslanxon deb e'lon qilib, G'arb Uyg'ur hokimiyatini qurgan ekan. Qurgandan keyin buni tarixda G'arb Uyg'urlar deydi. Daylar Shi Huygugo deydi buni. Ve bu Uygur ismi bilen şu Orhun'dan keyin yani şu isim bilen hazırki Tangri tağlarının eteklerinde devam kılgan bu hakimiyet. Hem bu G'arbi Uygurlar keyin bölünüp gidiyor. Hazırki ma Turpan, Beşbalık bu taraflar İdikut Uygurları olup gidiyor. Mavo, Nimet keyin Kuçadın, Mavo, Aksu, ma Kaşka, ma taraflarda bilse ma Pantekin keyin ma Samaniler bilen uruşup nem qilgan vaqtida islom manbalarida Yusuf Qadirxon deydi ekan uni. U vaqtida bu poytaxtni hozirgi Balasag'unga yo'tkab keldi. Shuning bilan Balasag'unda chunki Samanilar ishkirlab kirmagandiki, bular Balasag'unda Samanilar bilan urushib, ularni ishtirib chiqarish uchun poytaxtni Balasag'unga hozirgi Qirg'iziston chegaralarida u shu yerga keldi. Keyin andin O'g'ilcha Qadirxon zamonida Samanilardan yengilib qolib, bu poytaxtni Qashqarga yo'tkab keldi. O'g'ilcha Qadirxon vaqtida Qarxonlar davlatining tarixida endi anlatıldı. Yani Qashqarga yo'tkagan vaqtida Buğraxon o'zi bilsa amjasi desunan. Ammo Buğraxon İslamiyetni qabul qilgandan keyin andin cho'ng davlat, yani şu bu vaqtida Qarxonlar davlati deganni bu g'arbliklar qo'yib olgan ism u. Amaliyotda Xitoy manbalarida G'arb Uyg'urlar deydi buni. Hem bu Canfudi Abi Takyo G'arb Uyg'ur xalqi to'g'risida cho'ng bir katta bir asar yozib ekan bu. Yapon olim bu 1955'te chiqqan bu Xitoychisi bu kitobni tarjima qilgan Xitoylar uni. Şunun bilan bu G'arb Uyg'urlarning Kuchaning ma tarafi Idikut Uyg'ur davlati Uyg'ur ismi bilan aşağıda qilib qolgan. Ammo ma bu musulmon bo'lgandan keyin nimalar Buğraxondan itibaren Mahmud Qashqari bularni Haqqaniya davlati deydi. Afrasiyab yani Albertunganing neslidan kelganlar qurgan davlat deydi. Ama bu Haqqaniya davlatligini G'arbliklar 1874-yili Grigoriev deydigan birisi bu Qaraxonil deb qo'yib ekan. Bu ismning bu davlatning ismini devletni qurganlar Qaraxonli deb qurgan emas. Bu to'g'ri Arab manbalarida Al-Afrasiyab deydi. Afrasiyabning davlati ilisi deydi. Afrasiyab degan farscha, uning turkchasi, uyg'urchasi Albertunganing davlati degan gap u. Yani shuning uchun bu Mahmud Qashqariyni asos qilamiz biz. Haqqaniya davlati degan shu davlat shu. Shu musulmon bo'lgan İslamiyetni qabul qilgan Satık Buğraxondan itibaren qabul qilgan davlat. Uyg'urlarning musulmon bo'lgan qismi mushu ismni Haqqaniya davlati deyilgan ekan. Hamda demakchi o'g'lim Budizm bo'lgan taraflar u vaqtida bir hozirgi Ganju Heşi Kordurdaki genç Uygurları, burun Orhun Uygur devletinin devamı aşağı Tevebiye, ulamı özelliği küçük bir hallık bulup turudu. Onundaki İdikut, hazırki Turpan, Beşbalıkmış, İlgıçı Boğa rayon. Bu ya resmi Uygur ismini işletiyordu bula. Çünkü şu Şerhtin Orhun'dan kelgenler G'arbi rayonida yaşayan şu özünün amaliyotda şu Uygurlarning Orhun Uygur devletinin territoriyasi ichidagi yala bu. Ammo Xitoylar ba'zini xato holda Orhun Uygurlari Orhundan ko'chib kelgan amaliyotda bu yerda Uygurlar yo'qdi, boshqalar yashaydi. Uygurlar ularning ziminni besib olib, menda ularni assimilya qilib etgan degan menda bir yolg'on tarixni yasab chiqqan. Amaliyotda hech manbada onda bir ma'lumot yo'q.
Hem bu G'arbiy Uyg'urlar deb aytilgan bu G'arbiy Uyg'ur xonligi deb aytilgan bu xonlik keyin Sutuq Buraxonning islomiyatni qabul qilishi bilan e, parchalanib ketdi. Hozirgi ma Ganji Uyg'urlari, anandaki Idiqut Uyg'urlar, bularning chegirisi shu nimagicha Kuchog'icha keldi. Anandan keyin mavu Visara xonligi deb qo'ydi. Ma Xotan, ma Poskam, Qag'liqcha shu rayonlarda tex budizm davom qilayotgan. Shuning bilan bu Sutuq Buraxondan e'tiboran bu G'arbiy Uyg'urlar hamdaki Xaqaniya davlati deb qo'ydi. Mahmud Qashqari Xaqaniyalar deydi. Arab manbalarida Afrasiyab deydi. Afrasiyabning ya'ni Alpar Tunganing mamlakati, ya'ni bu shu bizning Türk memleketi degan gap ham Alpar Tunga shu Türklarning nimasi. Anandaki bu Qarixallar degan ismni g'arbliklar qo'yib qo'ygan ism. Demakchi o'g'lim Qarixallar davlati degan bu devlet Sutuq Buraxon davridan boshlab atrofdagi o'zining qarindoshlari bo'lgan, ammo boshqa budizmda bo'lgan boshqa dindagi qarindoshlariga g'azat urushini olib borgan va bu g'azat urushini olib berish orqali asta bularni zaminni kengaytib musulmonlashtirishga boshlagan. Shuning bilan boshda shu nimagicha oldida sharqda nimagicha Kuchog'icha kelib, keyin andan bu Idiqut Uyg'urlari bilan bir to'xtam tuzib, endi cho'ng jihatda shu G'arbiy Uyg'urlarga, Qarixallarga qaraydigan cho'ng qurultayga qaytildigan, ammo o'zining ichki ishlarini o'zi boshquradigan holda bir to'xtamlashib ekan. Andan keyin bu g'arbiy janub tarafga yo'linib, hozirgi shu Yakan, Qog'liq, Poskam, Qog'dan tam Xotangacha 975'ten keyin Sutuq Buraxonning balları davom qildi. Buni 975'ten shu 1900-yilga surgan bir uzun bir urush var. Shu urushda bu hozirgi shu g'arbiy janubiy tarafni Xotan shu nimalargacha bo'lgan Charchan, Cheriyalargacha bo'lgan rayonlarni musulmonlashtirgan. Hamda Sutuq Buraxon o'zi taxtga chiqqandan keyin uning o'limini hamda manbalarda aniqlaydi. Milodi 955 deb aytadi. Bu odam shu Farg'ona tarafga o'tib, zaten Farg'ona tarafda ba'zi Türk xalqlari musulmon bo'lsa-mu, textcha musulmon bo'lmagan boshqa xalqlar bor ekanda, aniki shu Toshkent atroflarigacha g'azat qilib kelgan ekan. U vaqtida bu Sutuq Buraxon vaqtida bu G'arbiy Turkistonda shu Buxoro va Samarqandni elib, shu Buxoroni markaz qilgan Samaniylar davlati vardı. Shu Samaniylar davlatiga bir qatim Sutuq Buraxonning askar boshlab berib, shular bilan urush qilganligi aytiladi. Bu Samaniylar o'zi asli musulmon, bular İran musulmonlari da bularni. Buning ichida turklar bor, musulmon bo'lgan o'g'izlar bor, ammo Fars ta'siri kuchli. Keyin andin bu men o'tganda O'zbekistonga borganda aşağıdakilar dedim, Sutuq Buraxon g'azat qilganda shehid bo'lgan bir shehid bo'lgan yeri bor. Shu yerda bizning bir nim yasida dedi, bordim men. Berib nim qilsam, shehid bo'lgan yerdan keyin o'zining vasiyati bilan shu Atishqa hozirgi shu o'zining mazirboyaga apirib shu debni qilib ekan. Demakchi o'g'lim hamda bu Sutuq Buraxon menda g'azat bilan o'tgan. Oxiri andan keyin bu Samaniylar davlatini elib Sutuq Buraxonning navrinlari vaqtida 999-yili hozirgi shu Maveraun Nehri deganimiz shu O'zbekistonninki shu Xorazmlargacha bo'lgan shu nima joylarning hammani birlashtirib, Sharq Turkiston bilan G'arb Turkistonni birlashtirgan Qarixallar davlati. Cho'ng bir katta bir davlatga aylangan. Bu davlatning shu qurg'onlar shu Uyg'urlar, ammo davlatning ismi shu Xaqaniya, ammo g'arbliklar buni Qarixallar davlati deb ism qo'yib qo'ygan. Bu araştırma nimachilar. Ammo amaliyotda davlat Qarixallar davlati deb qurilgan davlat emas bu. Xaqaniya davlati deydi Mahmud Qashqari shu Qarixallar davlatini qurganlarning avlodlari hamda.
Keyin andin bu Qaraxallar devleti keyin andin bu İdikut Uygurlarının mı biraz yardım kılışı bilen ma Qarı Xitaylar tarafidan munqarz bo'lib yerim müstemlike alet kep kalıdı. Qarı Xitaylardan keyin biraz Naymallarning bir devri var Şarkı Türkistan'da. Onlardan keyin andin bu Cengizhan keldi, Moğollar keldi. Moğollarning vaqtidan başlap bu rayonning sharqi ve g'arbi Türkistan umuman Çağatay Ulusu degan isim bilan aytiladi. Çağatay devri başlaydı o. Ama Çağatay'ınki bu g'arbi ve sharq Türkistan suyurgal qilib berilgachga u yerlik aholining zaten %70-80-90%ga yaqini shu yerlik xalq, shu Qaraxallarning vaqtidagi Uyg'ur qabilalari bo'lgan ko'psini. Uyg'urlar va shunga o'xshash qarindosh Türk qabilalari deyli hamda bu Qarluqlar, Çumullar, Basmillar, Türbüşler, bir qancha ismlar bor o'z vaqtida bularning. Hamda shuning bilan andin bu Qaraxallar devletininki ziminlariga Çağatay varislik qilganda Çağatayga tekkan bu yerlar. Çağatay devri de başlaydı. Bu Çağataylar keyin ikkiga bo'linib ketdi. G'arbiy Çağataylarda Temur devleti kuruldu, Sharq Çağataylarda Moğoliston ismi bilan ama asosan turklashib ketgan aholisining %70-80% Uyg'ur bo'lgan bir Moğoliston xalqi bu. Türkçe so'zlaydi. Ben o'tganda men aytdim uni. Uningdan keyin bu Sharqiy Çağataylardan keyin 1514 kelganda Yerken Seydiye Xonadonligi qurildi hamda. Yerken Seydiye Xonadonligi tamomila %100 degidek turklish nim qilgan. Buning asas aholisi ya'ni shu Qaraxallar davridan qolgan Uyg'ur aholilari, Uyg'ur qabilalari, hozirgi shu Uyg'ursini so'zlaydigan xalqning oti bo'lari deyli. Bularning ichida az bir qismi shu tamomila turklashib ya da Uyg'urlashib ketgan, musulmon bo'lib ketgan Moğollarning avlodlari. Bunu men o'tganda anlattım. Onundan keyin Yerken Seydiye Xonadonligi devrida shu butunlay shu Türk İslam devlet idora qilish shakli bilan idora qilgan. Hamma narsa mana hozirgi shu bizning vatanda til birligi, muzik birligi, adabiyot har jihatdagi birlik Yerken Seydiye Xonadonligi şu Moğollar devridagi ba'zi buzilib ketgan narsalarni tekrar o'ngshab yana shu qadimgi shu Türk devletlariga o'xshash, Qaraxallarga o'xshashlam islomiy ham urfiy nima bilan ham musulmon hamda Türk devlet sistemiga asosan boshqurgan. Ham bu biz Yerken Seydiye Xonadonligi vaqtida g'arb tarafda bilsa Çağatay Harbiy Çağataylarning deb qo'yamiz, ularda Temur devleti qurilgan. Temurmi asli ashaning yerlik xalqi, Samarqand ashadagi bir yerlik xalq, u Moğol emas Emir Temur. Ash yerlik beylarningdan kelib chiqqan degan gap bor. U keyin Uyg'urlashib ketgan Xizr Xo'janing qizi bilan to'y qilib, keyin anda Tug'luq Temur bilan Emir Temur birlashib Turkistonni birlashtirgan bular. Ama keyin Emir Temur o'lgandan keyin avlodlar orasida jidal majra chiqib, keyin Temurlar devletini Shaybonixon degan, ya'ni bu Deshti Qipchoqdan kelgan yerim ko'chman chorvachilar besib kirib Shaybonixon hokimiyatini qurgan. Bu vaqtida andin bu yerga yerlik aholining ichiga Deshti Qipchoqdan ko'chman chorvachi haqmi kelib o'ltiraqlashib qolgan. Keyin bu Shaybonixonning hokimiyati yiqilgandan keyin andin bu parchalanib ketdi. O'zbek xalqi asli O'zbek degan bir shaxsning ismi bu. Oltin O'rdagi vaqtida shu 1320-yillardan 1348-yillargacha shu nima 1320'den 1368gacha shu aralıqda şu Altın Ordu'nun ağırlıp çıkan bir grup var. Bu grup bularni Ak Orduluklar mı deb qo'ydi ki bulardan çıkan bir köşmen çarvıcı xalq
Asli bular. Buna Ubul Xeyrihan degan bir adam chiqib, bu Temurning boshqarib atgan yerlariga tajovuz qilib kirishga boshlagan. Keyin endi Temuriylar davlati bilan bular orasida urush chiqib, oxirgi Shaybonixon davri kelgan vaqtida bu yani bu Temurlarning bu ziminni besib olgan. Shuning bilan hozirgi O'zbekistonning etnik guruhi o'zgarib ketgan. Şoňa hazırki Özbekistandaki ahalining asas kısmı aş Qarxanlar davridagi ahali bu Qarluqlar aşı vaqtidagi bizning xalq hamda bular. Ama Shaybonixon vaqtida kelganlar şu Dashti Qipchoq bölgesinden başqa şu nimalardan qechib kelgan ko'chman chorvachilar şuning bilan O'zbekistonning aş tuproqlariga kelib yerlashgan. Bularning soni hozir şu %20 atrofida deydi hamda. Birde mavu Anila başqaga yer bo'lgandan keyin burunqi Samarqand, Buxoro taraflar bu yerda biraz ularning davomi bo'lgan, ammo bular biraz turklashib ketgan. Farscha so'zga yaqin so'zlaydi, ammo bu tojiklar. Ular tojiklar aşağı tarafda jiq. Shuni demakchi o'g'lim O'zbekistonning hozirgi asosli aholisi shu Temurning aholisi shu. Bu Temurning aholisi bilan bizning Sharq Turkistondagi aholi o'xshash tilni so'zlaydigan, o'xshash manbaning, ya'ni o'xshash madaniyatni, o'xshash tilni so'zlaydigan bir xalq. Uni men o'tgandimi degan. Anandan keyin qara, Yakan Seydiya xonadonligidan keyin bu G'o'jalar davri boshlandi. Hamda bu G'o'jalar davri bek cho'ng muhim bir davr. Biz bu turkchada qirılma nuqtasi deb qo'yamiz. Bu davrni alayida anglatish kerak. Menimcha Uyg'ur ismi bilan uningdan keyin bir davlat Panama bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti ve Sharq Turkiston Cumhuriyetlerining asli başta Uyg'ur deb qurilgan, Uyg'ur degan ism bilan pul bosgan degan, tengi bosgan degan ma'lumotlar bor. Ama şu vaqtada bu G'arbiy Turkiston Rus istilosiga uchragandan keyin ham u yerdagi xalqlarning hamda asosan turk xalqlari bo'lgandan keyin Sharq Turkiston degan ism qo'yilgan degan talash tortishlar bor. Hamda keyin bu G'arbiy Turkistonningki Ruslar tarafidan ishg'ol qilingandan keyin bakjiq etnik guruhlarga ayrilib ketdi. Shu bu masalan bu Jungarlar, Qalmoqlar kelgan vaqtida aşağıdaki Qozoqlarni suribmiş Turkistonning ish tarafiga Yetsu rayoni hozirgi nimaga Turkiston rayonlariga surilib kelib, bular bu yerga yerlashishni boshlagan. Ondan keyin Ruslar kelgandimi yana shunda surilib, hozir aniki bu G'arbiy Turkistonningki etnik nimasi hamda shu Qozoq, Qirg'iz, O'zbek bu degan ismlar bilan G'arbiy Turkiston bunda parchalanib ketgan. Hamda bizning Sharq Turkistonda bo'lsa, shu Uyg'urlar asas o'rinda turdi. Uyg'urlarningki shu vaqtida hamda nima uchun Uyg'uriston demagan, Uyg'uriston deb ism qo'ysa bo'lmamdi degan gaplar bor. Buni bu bek uzrab ketdi jasorat. Buni ayrim ikki jumuriyatni, anandan keyin G'o'jalar davrini, Manjularning istilo qilgan davri, shu vaqtlardagi vaziyat, Yaqub Bekning hokimiyati va uning oqibati deb shu 49-yilgacha bo'lgan oraliqni ayrim bir nimada darsda suhbatda anglatsak bo'lamki? Bo'ladi, Varsmonlim. Bugungi ikki savolimizning javobini to'liq olgan bo'ldik. Bugungi nimamiz mishagicha bo'lsa, kelar qatam yana shu bizning tariximizniki yaqinqi shu tariximizga yaqin bir necha yuz yil ichidagi muhim, hammamiz qiziqadigan temalarda sizdan so'raydiganlarimiz bo'ladi. Buguncha oraliqda ozroq texnikalik internet sababli sal ekspertlik ko'rildi. Ko'rilmalarniki to'g'ri tushunishni umid qilamiz. Rahmat Varsmonlim, omon bo'ling. Bugungi programmamiz mishagicha bo'ldi. Yana bir qatam ko'rishguncha
Aman bulunmamıza. Hayır. Allah'a emanet. Buldu, hoş, Allah'a emanet. En ahırda bir yazdı gapni qilib qo'yay. Men meyli Özbek, Kazak, Kırgız hemmisi biz bir qarindosh, Ha. bir tarafning qo'llari. Bu yerda meni bir yağız ve o'quvchilarimga deyman. Bizni shu boshqa yerdan kelgan tajovuzchilar bunda bo'lib parchalab qo'ygan. Biz bu yerda etnik millatchilik qilsak yam bo'lib ketamiz. Hammamiz shu bir shoxninki bir daraxtning shoxlari bo'lgandiki ayrimchilik qilmay, tariximizga hurmat qilib, tarixda atalarimiz vaqtida masalan qanda birlashgan bo'lsa, Qaraxonlar vaqtida, keyin shu Turkiston xalqlari davrida, hatta bularmi Emir Temur vaqtida qanda shu Turkiston birlashgan bo'lsa, bizmi yana shu Türk ve İslam kimligi asosan mo'yin bo'lib ekan. Mening nimam birlashish. Hergiz bunu ba'zi qari niyatli odamlar bu Uyg'urchilik qildi, yomanda qildi deb qaramasın. Biz hiçbir zaman etnik milliyetçilik qilmaymiz. Çünkü sizlar bu Kazak, Kırgız, Özbek qarindoshlarımızın, Türkmen qarindoshlarımızın bir bayrağı, bir devleti var ama Uygurlar tek müstemlik astıda turbadı. Asli Uygurlarni qutquzish, ularning o'zini qutquzish bo'lib hisoblanadi. Ama afsuski bu yerda shu Turkistonni bo'lishib olgan Xitoyga o'xshash tajovuzchilarning keyni ichirib, Uygurlarni nima qiladigan mandaq qari niyatli odamlar yo'q emas. Ama benim demek çoğunun mesela Rusya Federasyonu diyorsun ama Rusya'nın içinde nurgun millet var ama hemisi Rusya Federasyonu. Biz Türkistan Federasyonu olsak bizden bir hemimiz bir paydalık bu. Onun için miyade hiç kimse kalkıp etnik milliyetçilikini kılmış oldu. Çünkü Nazarbayev öz vakti da indi bir fikrini oturup koygan. Biz birleşmesek yani bir skilip bizni jutudu deb ama o ahir ama Türk Devletler Teşkilatı biraz silinip biraz obdarak bir nemi kısamış Türkistan'da bir kolluk bir nemi bolsa, güç bolsa belki hemimizni şu birleştirip yani bir bayrak altıda yaki bulmasa bir yüzümüzden betini de hem de hemimiz sen Kazak, sen Kırgız, sen Uygur, Özbek demey yani şu burunkudek qarindosh olab yaşap kessek degan gapni men alayda eskertip qo'yayman. Doğru. Nəhayət yaxşı yaqıldınız. Bu həmmimizə bək faydalı gəplər. Qarindosh millatlarimizniki bu gəplərni anlagandan keyin o'yinib görüşünü ümid qilamiz. Çünki biz birləşsək varismadım degandek həmmimizə yaxşı. Biz hazırqandək ayrılıb duruşumuzmu zaten şu çoğ milletlərinin oyunu, Ruslarning, Xitoylarning o'yini. Biz endi ularning chag'an soziga usul o'ynamasligimiz kerak. Nəhayət yaxshi gapib qoldingiz, varismanim. Ko'p rahmat. Bo'ladi, xayr, Allohga omonat. Buguncha yana bir qatim ko'rishishga omon bo'linglar. Xo'sh, omon bo'linglar. Biz ishlagan videoga qiziqgan do'stlarning samiga. Shu yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avat bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qulay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, bu nimani ochgandan keyin YouTube'ni ochgandan keyin YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin nima yozilgan yeri bor, search ya'ni izlaydigan yerga kirib ismimni yozsanglar bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi ismi to'g'risi. Birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Ben ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun mushavjug'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar meniki to'r betim
YouTube sohbetim açıldı. Bununla dikkat kılsanlar bir qancha sahifa var. Mesela en yeni işlengen videolar şu töpede var. Mesela Varis Muallim bilen işlengen tarixga ait videolarımız bir şeyde var. Bunun başka temalarım aralışıp kaladı bazıda. Onun için köpçülüknün ayrım temalarda biz işlegen videoların tepsi kolay buluş için mesela tariximizga nazar degan temada maxsus şu Varis Muallim bilen işlegen videolarni bir şey jo'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davomi ne desanglar ma'ni bassanglar uni oxiri chiqadi. Hammasi play all yani hammani qo'y deganini bassanglar şu baştan tartib, şu birinci kısmını tartib hozirgacha işlengen kısımlar hammasi to'liq qo'yildi. Ondan başka bizden kanalımızda hani 240 yakın video var ki hemsideki biz özümüz işleyen videolar. Bularning ichida mesela bir inqilobiy hikoyam var. Mesela Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan? YouTube'da tarqatmagandik. WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushunda izlab shurganlarmi borki, o'sha qarasanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ama o'ng tarafini cheksanglar davomi chiqadi. Ve yoki baştan hemen anlaymayman desanglar, oddiy play all hemen anglat deganni bassanglar, bütün şu videoni, şu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar başdan oxiri. Ama aslida başka mesela en hozirgacha en ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalar temalarim bor. Demak ki bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, şu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Ondan başka eğer bir yeni video işlenip kalsa, darhol bana haber kelsin desangiz, onun yolunu bekme asan. Bu yerga kirib subscribe yani abone bo'l degan yerini chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalımızga yeni bir video yüklense, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni açsangizlar başpetni ko'ra olasiz biz yeni qo'ygan videolarni. Bizim o köpçülükdeki biz işlegen videolarını görüşü kolay buluş için bunu dikin mühim dep qaralgan videolarning hammasini şu kanalga qo'yib qo'yamiz. Şuna oddiy usul bir şeyga subscribe yani abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib ovora bo'lmaysiz. Inshaalloh hamma biz işlegen videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.